Yunus alayhissalom qavmini Allohga iymon keltirib hidoyat yo'liga o'tishlariga da'vat etdi. Lekin ular o'z e'tiqodlarida qattiq turib oldilar. Yunus alayhissalom qavmini iymon keltirishidan umidini uzib, kema egalaridan uni birga olib ketishlarini iltimos qildi. Alloh taoloning amri bilan shamol turib, qattiq dovul boshlandi. Qur'a Yunus alayhissalomga tushdi. Yunus alayhissalom dengizga tashlandi. Alloh taolo shu zahoti katta bir nahanga Yunus alayhissalomni yutib yuborishlikni amr etdi. Bir necha kun tinimsiz ibodatda bo'ldi. Alloh taolo Yunus alayhissalom duolarini qabul etib, nahanga uni dengiz sohiliga chiqarib tashlashni amr etdi. Yunus alayhissalom sog' salomat qaytganini ko'rgan qavm Allohning amriga bo'ysunib, hidoyat yo'lidan chiqmasliklarini aytib, Allohga va uning payg'ambariga iymon keltirdilar. Ya marhaba.